Assalomu alaykum, qalaysiz? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, yaxshimi? 100 ming so'm yo'qsillik sovg'a. Qaysi biri? Instagramda ko'rgandim. Sirli sovg'a. 200 ming so'm yo'qsillik sovg'a. Sirli sovg'a. 500 ming so'm yo'qsillik sovg'a. Men sirli sovg'a menga kerak emas pul. Menga pul qiziq yo'q. Sirli sovg'a, aniqmi? Aniq. Aniqmi? Ismingiz nima? Anvar. Anvar. Videodan keyin lekin xafa bo'lmaysiz. Yo'q, xafa bo'lish yo'q. Ha, ochib ko'ring. Ochib ko'rdik ha. Qarangchi. Assalomu alaykum, bratim. Haqlayapsiz ha? Amaljon, men shuncha aytdim, xafa bo'lmaysiz deb bu hazillaydi, buni yo'q qo'yamiz. Yo'q, bunaqa o sirli sovg'aga yaxshi narsalar chiqardi-ku, nima degan? O'zim qo'rqib ketdim, go'yoki o'zim qo'rqib ketdim. Mayli endi, siz bilan bitta hazil qildik. Ismingiz nima edi? Anvar. Anvarjon, tanishganimizdan xursandmiz. Hazil qildik, rozi bo'lasiz endi. Lekin shart emas edi, bunaqa qo'rqitishni odam Rozi bo'lasiz endi. Siz bizga obuna bo'lganmisiz? og'iz atpishga qilamiz shu qilgan ishlaringiz uchun. Qarang-da endi. Mana bu kishi obuna bo'lgan ekanlar. Mana bu podpisini deb qo'ygan. Bitta ishlayapti mana. Obuna bo'lganlar. Anvarjon, rahmat sizga. Mana 100 ming so'm beraman bu kishiga. Bizni loq deb o'ylaydi bular. Ko'ryapsiz, shu odam oldingizlar. $100 mana haqqoni $100 sizga. Rahmat. Ertaga keyin yozib yana Yo'q. hech narsa bo'lmaydi, rozi bo'lasiz. Yo'q, yozmaymiz. Hamma obuna bo'lsin. Lekin qo'rqmanglar bu safar. Bu kishiga hazil qildik, boshqa qilmaslikka harakat qilamiz. Sog' bo'linglar. Rahmat.